Hello everyone, I am Muklisa Soberjanova from Dino Institute of Entrepreneurship and Pedagogy. Today's our topic is present continuous tense, positive form. Demek bugungi bizning mavzuyimiz present continuous tense, hozirgi davomli zamonni darak gap shakli hisoblanadi. Demak, present continuous tense nima? Shu savolga biz javob topamiz. Present continuous tense qachon ishlatiladi? Demak, present continuous tense hozirgi davomiy zamon bo'lib, aynan hozir bo'layotgan ish-harakatlar haqida gapiradi. U mana misol uchun men gapiryapman, siz tinglayapsiz kabilar misol bo'la oladi. Ega, subject plus to be'ning hozirgi zamon shakli, ya'ni am is are, verb fe'l qo'llaniladi va fe'lning birinchi shakliga biz ing ni qo'shish orqali present continuous tense ni yasaymiz. For example, demak, misoliga e'tibor beramiz. I am studying English now. She's cooking dinner at the moment. Demak, men hozir ingliz tilini o'qiyapman. U hozir tushlik pishiryapti shu daqiqada. Demak, now, at the moment kabilar signal so'z hisoblanadi va u present continuous tense ni ifodalanishini bildiradi. Demak, present continuous tense qachon ishlatiladi? Hozir ayni daqiqada bo'layotgan ish-harakatlar dedik. Bu birinchisi. They are watching TV now. Ular hozir televizor ko'rishyapti. Vaqtinchalik ish-harakatlarda. He is studying at his friend's house this week. Demak, u uning do'stini uyida bu hafta turayapti, yashayapti deb tarjima qilamiz. Demak, vaqtinchalik shu haftada yashayapti. Keyingisi kelajakdagi kelishuvlarda. We are meeting them tomorrow. Demak, ertaga biz ular bilan uchrashamiz degan uchrashyapmiz deb tarjima qilinadi va kelajakdagi kelishuvlarni bildiradi. Xo'sh, darak gaplarni yasalishi. Demak, biz faqatgina pozitiv formni yasaymiz dedik va unga e'tibor beramiz. Demak, bizda egalar ikkiga bo'linadi. Subjektlar birlik va ko'plikka. I, he, she, it birlikka, we, you, they ko'plikda ishlatiladi. Demak, birlikda biz I ga am ni olamiz, he, she, itga esa is to be shaklini olamiz. Ko'plikda we, you, they uchalasiga ham are to be shaklini olamiz. For example, I am reading. He, she, it is reading. Demak, ko'plikda we, you, they are reading. Demak, biz birlik va ko'plik shaklini yasaganda subjektga qarab to be'ni to'g'ri qo'yishni o'rganishimiz kerak. Demak, asosiy qoidalari fe'lga ing qo'shadi. Albatta, biz subjektga qarab to be'ni qo'yamiz va fe'lga ing ni qo'shishimiz shart fe'lning birinchi shakliga. For example, work, working. Demak, fe'limiz i bilan tugasa, demak, soqoviy hisoblanadi va i tushib qoladi. For example, write, writing. Write oxiridagi i tushib qolib, ing qo'shib ketilgan. Keyin fe'lning oxiri undosh plus unli bilan tugasa, misol uchun, o'sha undosh ikkita bo'lib, ikki marta yoziladi. For example, run, running. Mana ing qo'shishi natijasida randagi n ikkitaga n ikkita bo'lib ko'payib yasalyapti. Demak, odatda ko'p talabalar qilinadigan xatolarga e'tibor beramiz. Yordamchi fe'lni ishlatmaslik, ya'ni to be'ni ishlatmaslik bu birinchi xato hisoblanadi yoki to be'ni noto'g'ri ishlatilishi. Demak, she playing qilib yasolmaymiz. She is playing deb yasashimiz shart present continuous tense ni. Fe'lni noto'g'ri shakli demak qo'llanilib ketishi yoki present simple ga adashtirib yozish. Misol uchun, his writes bo'lmaydi. Biz aytdikki, fe'lga ing qo'shishimiz shart. He is writing. U yozayapti shaklida yozishimiz kerak. Demak, mashqlarga e'tibor beramiz, mashqlarni bajaramiz va mashqlarni to'g'ri shakli keyingi
nimada jadvalda berilgan, tekshirib olsak bo'ladi. Birinchisi, bo'sh joylarni to'ldiring degan. Demak, bo'sh joylarga to be egaga, subjektga qarab to be ni olishimiz kerak va fe'lga ingni qo'shamiz. Demak, I biz bilamizki to be si am. I am watching TV now desak to'g'ri bo'ladi. Men hozir televizor ko'ryapman. Theyni to be si are. They are playing football. Demak, ular futbol o'ynayapti. Sheniki is. She is reading a book. U kitob o'qiyapti. Kabilar to'g'ri bo'ladi. Demak, xatolarni to'ldiramiz. He is writes a letter. Demak, write'ga biz ing qo'shamiz. Writes shakli bo'lmaydi. Writesni biz present simple'ga ishlatamiz. O'shanda ham biz to be ni ishlatmaymiz. Demak, he is writing a letter to'g'ri bo'ladi. We are singing a song. Bu xato. We are singing a song desak, demak, gapimiz to'g'ri bo'lar edi. Demak, mana to'g'ri formalari ham quyida keltirib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Present continuous tense ni pozitiv shakli qoidalari shulardan iborat edi.